Umida, shoshma. Siz Balki odamlarga o'xshab gaplashib olarmiz. odamlarga o'xsha. Odamlar bilan odamlarga o'xshagan gaplashadi. Iltimos, gapimga quloq sol. Yo'limni to'smang. Qo'ni-qo'shni ko'rib qolsa nima degan odam bo'laman? Butun umr ersiz ayol degan tamg'a bilan yashasam ham nomimga dog' tushirmadim. Endi qaragan chog'imda bir erkak yo'limni to'syapti deyishlari qoluvdi. Shunday demasliklari uchun gaplashib olaylik. Xo'sh, gapiring, nima gapingiz bor edi? Lekin sizni uyga taklif qila olmayman. Gapingiz bo'lsa shu yerda gapiring. Tez-tez gapiring faqat. Xo'p. Juda o'zgarib ketibsan. Hayot meni shunday tarbiyalab qo'ydi. Yumshoq bo'lsam, og'zimdagi oshimni oldirib qo'yishimni boplab tushuntirib qo'ydi. Bilaman. Achchiq gaplaring ko'p menga. Lekin shunday bo'lishiga o'zing sababchisan. Obbo, meni ayblashga kelgan bo'lsangiz, yo'lingizdan qolmang. Men ketdim. Shoshma. Nima shoshmang? Nima gapingiz bor yana? Yana qanaqangi ayblar bilan ayblaysiz? Siz oilalik, bola chaqangizni tashlab, likillab ketib qoldingiz-ku, yana men aybdor bo'lay-a? Unda men aybdorman. Bo'ldimi? Yo'lingizdan qolmang, bora qoling. Shoshma, Umida. Nima shoshmang? Men Jamshidni o'ylayapman. Endimi? Uni 20 yil oldin o'ylash kerak edi. Sizga o'tini yolvorganimda o'ylash kerak edi. Endi uni o'ylashingiz hojati yo'q. U oyoqqa turib olgan, kap katta yigit bo'lib qoldi.